Bu o'sha qishloq. Bu yerga oxirgi marta qachon kelgansiz? Ancha bo'lgan, lekin hech nima o'zgarmadi. Chiroyli joylar. Annejon, bilaman, shaharda ishlaring ko'p. Ishlar bilan ko'p mashg'ul bo'lyapsan. Hech bo'lmasa, haftada bir marta qishlog'ingni izlab tur. Ona qishlog'im, katina qishlog'im. Ko'nglime orzular solgan qishlog'im, olis olislarda qolgan qishlog'im. Ko'nglime orzular solgan qishlog'im, olis olislarda qolgan qishlog'im.